Xuddi shu uyda oilangiz bilan mazza qilib dam olishni, basseynlarda cho'milishni, turk hammomlari va fin saunalarda parlanib, mazza qilib oilaviy dam olishni, yozgi oshxonalarda ovqat tayyorlab, oila davrasida ovqatlanishni niyat qildik. Alloh bizga mana shunaqangi chiroyli xonadonlarni nasib ro'z aylasin deya, bugun sizlarga chiroyli bir high-tech uslubidagi xonadonni ko'rsatib beramiz. Uymi bu, dachami bu? Yangi Toshmi postidan atiga 3 kilometr o'tganda Oltintepa mahallasida qurilgan 5 sotuvda 6 ta xonali, 2 ta basseyn, 2 ta saunalariga ega bo'lgan, yozgi oshxonalari va terrasalariga ega bo'lgan bu xonadonimiz sizning orzungizdagi xonadon deya ayta olamiz. Kelinglar azizlar, kelajakdagi xonadoningizni birgalikda sayr qilamiz. Asosiy eshigimiz orqali kirganimizda hol qismini ko'rishingiz mumkin. Devorlarda aboylardan interyer qilingan, kamtarona bir ta'mirdan chiqarilgan bo'lsa ham xonalariga alohida ahamiyat berilgan. Mehmonxonamizni minimalizm uslubidan ta'mirdan chiqarilib, stol-stullar bilan va yumshoq mebellar bilan jihozlangan, pardalarigacha ilingan. Mehmonxonadan chiqarkanmiz, bu yoqda yana bitta kichik mehmonxona stol-stullar bilan jihozlanib, alohida erkaklar va ayollarga alohida joy qilsa bo'lar ekan. Oshxonamizga kirganimizda o'rtada katta oroli, oshxona mebellari, hattoki muzlatgichlargacha qo'yilgan ekan. Inshaalloh shu xonadonni sotib olsangiz, qaysi bir xonasini o'zingiz uchun olgan bo'lardingiz? Tayyor turgan bo'lsanglar, videoni eng qiziq joyiga kelyapmiz. Bu yoqda umumiy sanuzelimiz va bu yoqda bo'lsa chiroyli qishki basseynimiz. Hozir ayni payti basseynga tashlaydigan abagravli basseyn. Bu yoqda sanuzellariga ham ega. O'zining ichida yuvinish xonalari ham bor va turk hammomini chiroyliligini qaranglar o'rtoqlar. Bunaqangi sharoitlarga inshaalloh Allohim yetkazsin. Bu yoqda fin saunalari bor ekan. Sharoitlarga gap bo'lishi mumkin emas. Havas qilmasdan boshqa ilojimiz qolmadi. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi qavatimizda mazza qilib dam olganimizdan keyin ikkinchi qavatdagi xohlagan yotoqxonani bittasini tanlasangiz bo'ladi. Bu yoqda ikkinchi qavatda hol qismlari ham qilingan ekan. Birinchi yotoqxonamizga kirganimizda mana shunaqangi to'q rangli dizayn, pardalari juda ham yarashgan. Ikkinchi yotoqxonamiz bo'lsa o'rtoqlar, qiz bolalar uchun juda ham qulay ekan. Oxirgi xonalarimiz bo'lsa bu yoqda ikkinchi qavatga umumiy hisoblangan sanuzel va ota-onalar yotoqxonasi. Hurmatli mijozlar, shu uyga havas qildingizmi? Niyat qilgan bo'lsangiz, 1 dan 5 gacha kommentariyada baho berib, like bosib qo'yishni unutmang. Podvalimizda ham 2 ta katta xonamiz bor ekan. Bu yoqga bilyard xonalar, tennislar qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Endi videomizning eng manzarali nuqtasiga kelamiz. Terrasasiga marhamat qilinglar o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kattagina terrasada mazza qilib, shashliklar pishirib, toza havodan nafas olib, ajoyib bir manzaradan bahra olib, quyoshning botishini kuzatib turishingiz mumkin ekan. Endi o'rtoqlar, shunaqangi hashamatli saroyni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha do'stingizga, yaqiningizga videoni yuborib qo'ying va videoga like bosib qo'yishni unutmang.